oxiri chiqdim aka. Qo'yib yuborishdi. Muhimi shu. Zo'r bo'pti. Yur, qolganini ichkarida gaplashamiz. Shoshmang aka. Ha, Sizga bunisi berib qo'yishim kerak edi. nima? Aka, mana shu sizniki. Tushunmadim, Zafar. Mendan qarz olganing yo'q edi. Bu qarz emas. Bu sizning pullaringiz. Qanaqasiga meni pulim? Sizdan shu do'konni olishingizda hokimiyatdagilar 5000 so'rayapti degandingiz. Yolg'on gapirganman o'shanda aka. Ichkarida o'tirib rosa o'ylandim. Kimni haqqini yeb qo'ydim? Nega bunaqa ishlar boshimga tushyapti, biroz qildim. Xullas aka, birovning haqqini yeyish, yolg'on gapirish menga emas ekan, menga yuqmas ekan. Kechiring Yorqin aka. Qiyomatga olib ketib qolmasin. Aka? Tinchlikmi? Bor tarozini to'g'rilab qo'y.